Mana Majidova singlim hozirgi kunda ko'chada qolgan. O'zingiz gapiring singlim. Majidova Zebo ota-onam o'tib ketgan, adam borli, boshqa turmushlari bor. Onamni onalari buvimni qo'llarida qolganman, vasiylik qilib olganlar meni. 17 yoshligimda ko'chaga haydab yuborganlar. Undan keyin hozir endi ko'chada qolib ketdim. Bitta opanikida yashab yuruvdim. Bu opam bilan ham farzandlari bilan chiqish olmadim. Hozir ko'chada qolib ketdim. Uyimni olishga hozir sudim bo'lyapti. Sud olishga Advokatga ham puli yo'q hozir. Advokatga ham puli yo'q. Sud surilyapti. Men bunga advokat olib bera olmayman. 3 yil mana hozir ishdan kelsam, ertalab 2 da ketaman, 3 da ketaman, 4 da ketaman, har xil ketaman. Uxlab qolsam 4 da ketaman bozorga. Kechpay mana shu ahvolda ekanman. Uydan ketgin deb hozir qizim urib haydab yuborganda, uyimda haydab. Men hozir qo'shnimnikiga bir kunga iltimos qilib hozir olib chiqdim. Bu qo'shnim ham hozirgi momentda kvartirada yashaydigan odam uyda biz hozir. Kvartirada yashaydi. Do'stlarim yordam qilinglar. Iltimos qilaman, yordam qilinglar. Ko'chada buvisi ham pasportini qolib ketmay. Buvisi ham pasportini olib qo'ygan, pasporti ham yo'q singlimizga. Ish bilan ta'minlaysizlar. Kimda kim ishchi kerak bo'lsa mana singlimiz. Yankalik ham qilaveradi. Qo'llardan kelaveradi. Lekin Alloh yo'liga qo'y. Agar restoranga kirsa salatni eplaydi. Pishiruv salatlarni zo'r qiladi. Sotuvchiliklar ham qilaveradi. Bekbarakadagi Abu Sahidagi do'stlarimiz, opa-singillarimiz, aka-ukalarimiz, mana singlimiz. Alloh yo'liga xolis xizmat qilamiz mana biz ham. Yordam qilinglar. Iltimos, sudim bo'lyapti, advokat olishimga yordam beringlar. Rahmat sizlarga.